Sizlarni ham qoningizlar quyilib, yuragingizlar og'riyotgan bo'lsa, mutlaqo dorilasiz, oson tayyorlanadigan retseptni ko'rsataman. Buning uchun sizlarga bir dona so'kovij malka, ko'k olma, qizil sabzi va zanjabil kerak bo'ladi. Ko'k olmani so'ki tashqi ko'rinishingizni yoshartiradi, immun tizimini mustahkamlaydi. Qondagi shakarni nazorat qiladi, boshqa juda ko'p kasallarga ham tavsiya qilinadi. Ichganingizda yurakdagi qon bosimini barqarorlashtiradi va faoliyatini yaxshilaydi. Qizil sabzida temir, ya'ni folik kislotasi va beta karotin ko'p bo'lib, ko'z charchog'ini kamaytiradi, ko'rishingizni ham ravonlashtiradi. Ichsiz qorinni to'q ushlaydi, vaznni nazorat qilishga ham kerak bo'ladi. Va qizil sabzi so'kini muntazam iste'mol qilish yurak xastaliklarini ham oldini oladi. Zanjabil bo'lsa C vitamini ming xil dardga davo, immunitetni mustahkamlaydi. Organizmdagi virus infeksiyalarga qarshi kurashishga eng yaxshi tabiiy vosita. Hozirgi kunda ko'p uchrayotgan tomoqdagi og'riqlarni yengillashtiradi va yo'tallarni bostiradi. Daja asabi chatoqlarga ham tavsiya qilinadi, asabingizni tinchlantiradi, boshingizdagi bo'layotgan og'riqlarni ham qoldiradi. Hammasini o'rganib oldim. Endi so'kovij malka olsam bo'ldi desangiz, boshqa joylarda 2,3 minggacha sotilayotgan shunaqa professionalniy shnekuviy so'kovij malkalarni faqatgina podpiska bosib qo'yganlar uchun bor yo'g'i $43 qilib beriladi. Sotuvchilarning nomeri Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Bu videoni doktor yurib nima qilishini bilmayotganlarga jo'natib qo'yinglar.